Toshkentda 21 yoshli yigit sevgan qizini ko'chada sudrab kaltakladi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida ko'chada 18 yoshli qiz sevgan yigiti tomonidan kaltaklangani haqida xabarlar tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan poytaxt Ichki ishlar boshqarmasi ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 14-aprel kuni taxminan soat 11:30larda Mirzo Ulug'bek tumanida Mirzo Ulug'bek ko'chasida 2003-yilda tug'ilgan S.A. o'zining tanishi 2006-yilda tug'ilgan A.J. bilan kelishmovchilik oqibatida tortishib qolgani sababli unga kuch ishlatgan. Janjal vaqtida S.A. qiziga tan jarohati yetkazgan. Oqibatda jabrlanuvchi shifoxonaga murojaat qilgan. Bildirilishicha, mazkur holat yuzasidan Mirzo Ulug'bek tumani tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 277-moddasi bezorilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Farg'ona viloyatida erkak tushida ayolini o'ziga nisbatan xiyonat qilganini ko'rib, uxlab yotgan xotinini o'ldirgandi. 3 bolaning otasi bo'lgan sudlanuvchi Jinoyat kodeksining 97-moddasi bilan 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi.